Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar, rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Instagram tarmog'i orqali juda ham ko'plab muxlislariga sazovor bo'lgan Kokosh laqabli qiz hozirgi kunda, hozirgi kecha va kunduzda u haqida tarqalayotgan xabarlar Halimaning kuni uning boshiga tushdi deya yozilgan ko'ngilsiz sarlavhalar ostida turfa xil videoroliklar tarqalib kelmoqda va bunda biz sizga rasmiy o'z Instagram sahifasida qo'yib borgan xabarlarni, haqiqatlarni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Kokoshga nisbatan yozib qoldirgan muxlislar tomonidan xabarlar. Sen kuchli qizsan o'rtoq, san bilan qancha kunlarda birga bo'lganmiz. Imkonim boricha tezroq yetib borishga harakat qilaman. Alloh komil shifo bersin. Koko, eng avvalo senga komil shifo tilayman, lekin qassob akalarga ham bilimni yaxshilab o'rganish kerakligini ta'kidlayman, chunki bu qiz uyida onasini suyangan farzandi, singlisiz uchun ham ada ham, aka ham, opa, oilasi boshi, uyida erkak kishi yo'q, lekin bu oilasini birovga xafa qildirgan qiz emas. Bilimsizlik nimalarga olib kelishini bilishimiz kerak. Raqobat arzon, aksiya yoki tekin narsa ustida bo'lmaydi. Sifat, tajriba va bilim ustida bo'ladi deya yozib qoldirgan Sog'diyana Azimova deya yozilgan nomlari. Biz eng avvalo dardmandlarga shifo tilaymiz. Shu qatorda Kokoshga ham tezroq tuzalib ketishlarini tilab qolamiz. Bizda eng so'nggi bo'layotgan Instagram olami xabarlarini kuzatib borish imkoniga ega bo'lasiz. Bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.